Sizga turfa olam kelajak kompaniyasi Ross universitet kompaniyasini taklif qiladi. Rossiya va mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarining eng nufuzli top 1000 talik davlat universitetlarida o'qish niyatida bo'lgan yoshlarimizga Ross universitet kompaniyasi o'zining oliy darajadagi xizmatlarini taklif qiladi. Ross universitet orqali siz kafolatli, noto'g'ri eshitmadingiz, kafolatli talaba bo'lish imkoniga egasiz. Assalomu alaykum hurmatli muxlis, siz bilan yana o'sha siz bilgan turfa olam. Bugungi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga ko'pchilikka bugungi kunda Hazrat Alisher Navoiyning do'sti sifatida ma'lum bo'lgan Temuriylardan sanalmish Husayn Boyqaroning so'nggi kunlari bilan bog'liq bo'lgan siz bilgan u bilmagan ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Hozir biz sizga hikoya qiladigan voqea tarix va adabiyot fanlarida Husayn Boyqaro haqidagi mavzuning ichida yozilgan emas. Uni ko'pchilik darsliklarda yurak xurujidan vafot etdi deya yozishgan bo'lsa, yana bir zamonaviy adabiyotlarda Sulton Husayn Boyqaro to'satdan kutilmaganda bu olamni tark etdi deb yozilgan. Aslida esa tarix xuddi hozir biz sizga bayon qilganday bo'lib o'tgan. Hali rolik boshlanmasdan turib, darsliklarda yo'q bo'lsa siz buni qayerdan bilasiz deb kommentariyada har xil salbiy fikrlar yozadiganlar diqqatiga. Hozir biz rolikda aytajak barcha ma'lumotlarni 2009-yilda o'zbek tilida Yangi asr avlodi nashriyotida nashr qilingan Umid Bekmuhammadning Mozidagi sirli o'limlar asaridan olganimizni aniq fakt o'rnida eslatib, mavzuni boshlaymiz. Husayn Boyqaro 1470-yilda o'zining haramiga Hadicha begim ismli go'zal ayolni kanizak sifatida qabul qiladi. Eslab qoling, Boyqaroning ayanchli taqdiri aynan mana shu ayolni unga yaqinlashgan kunidan boshlanadi. Endi asosiy faktlar. Hadicha begim shiyalikning o'ta mutaassib oqimi bo'lgan Rafiziya mazhabining vakilasi edi. Husayn Boyqaro esa buni endi aytmasak ham bilasiz, butun saltanat musulmonlari singari Imom Azam mazhabiga rioya qilardi. Hadicha begim qisqa vaqtning ichida makkorlik siyosati tutib, ishva-yu noz bilan bir amallab tasavvur qiling, oldin Husayn Boyqaroning xotini, keyin esa malika darajasiga erishadi. Shuningdek, Hadicha begim Mahdi Ulyo unvoni bilan ichkilikbozlikka tobora berilayotgan Sulton Boyqaroning siyosat tizginini o'z qo'liga olib, davlatning ichki va tashqi siyosatida muhim rol o'ynay boshlaydi. Vaziyat shunga borib yetadiki, Sulton Husayn Boyqaro Hadicha begimning gapiga kirib, butun ahli sunnat val jamoat oldida namozdagi xutbaga 12 imomning ismlarini qo'shib o'qitishga ham qaror qiladi. Shukrki, fojiali tugashi mumkin bo'lgan bu holatni Navoiy va jomiylar bartaraf qilib, sultonning qarorini o'zgartiradilar. Hadicha begimning bunday harakatlari va sultonni tobora o'z ta'siriga olishi hatto Husayn Boyqaroning farzandlari Badiüzzamon va Muzaffar Mirzo orasidagi nifoqqa sabab bo'ladi. Shu tariqa mamlakat ichki nizolar iskanjasiga tushib qoladi. Ayniqsa Navoiy hazratlaridek zot ham sultonning nevarasi siymosida bo'lajak adolatli va qudratli hukmdor sifatida Mo'min Mirzoni ko'rishi ko'pga bormadi. Orzu va umidlar so'ndi. Aniqrog'i so'ndirildi. Sababi 11 yashar navqiron shahzoda ham Hadicha begimning nayranglari qurboni bo'ladi. 1497-yili malika bir go'zal qizni Husayn Boyqaroga ro'paro qilib, aysh ishrat paytidagi mastlik davrida Mo'min Mirzoni kamon ipiga tortib o'ldirish haqidagi farmonga muhr bostiradi. Ixtiyoriddin qalasida saqlangan shahzoda bobosi muhr bosgan farmonni ko'rib, vasiyatim shulki, ishingiz bitgach, bobom farmonini o'sha kamon ipining bir qarichi ila bog'lab o'zlariga qaytarib bering. Bobomga aytingki, o'z avlodi ila murosaga kela olmay jallod xizmatiga muhtoj bo'lgan podshoh saltanati uzoqqa bormagay, deya jallodlar qo'lida shahid bo'ladi. O'sha mudhish voqeadan so'ng kamon ipi bilan bo'g'ib o'ldirilgan Mo'min Mirzoni hiylagar malika Hadicha begim shahzoda Mo'min Mirzo qala devori osha hibiston qochaman deya halok bo'ldi deb ovoza tarqatishga urinadi. Biroq sir baribir oshkor bo'ladi.
Boyqaro kayfi tarqab, o'ziga kelgach, mudhish ishga qo'l urilganini anglaydi. Ammo bu paytda kech edi. Husayn Boyqaroning qora kunlari do'sti Mir Alisher Navoiyning 1501-yildagi o'limidan keyin o'zining Everestiga ko'tariladi. Do'stini hayotda ham hurmat va e'zoz qilgan sulton ulug' shoirning dafn marosimiga boshchilik qiladi. Marhum do'stining qarindoshlariga g'oyat mehr ko'rsatib, Navoiy vafotining 20-kunida Sariq xiyobon maydonida katta ma'raka uyushtiradi. Ana shundan keyin Husayn Boyqaro yanada og'ir kunlarni boshidan kechiradi. Xurosonda ichki nizolar va parokandalik avj oladi. Bu vaqtga kelib hayoti va saltanatining asl tayanchi bo'lgan Navoiydek do'stidan ayrilgan, keksalik onlarini sharob bilan qorishtirib, sarxush o'tkazayotgan Boyqarodan so'zlarga diqqat qiling, tanazzul hidi kelardi. Negaki Mavaraun Nahrni fath qilgan Shayboniyxon Jayhunni kechib Balxni qo'lga olgan, endi Hirotdek shahri azimga yaqinlashib kelmoqda edi. Ayniqsa 1506-yilda jangu jadallarda Shayboniyning qo'li baland kelib Boyqaroni mag'lubiyatga uchratishi aniq bo'lib qolgandi. Shu yili Zulhijja oyida Bobo ilohiy mavzesidagi jangda Shayboniyxon qo'shini Hirot tomon shiddat bilan intiladi. Bu vaqtda sharobxo'rlikni odat qilib olganidan Boyqaroning yanoqlaridagi mayda qizil tomirlar taram-taram bo'lib bo'rtib turar, yelkasi bukchayibroq qolgan, buyragi va jigari ishdan chiqqan, kasalmand holga kelib qolgandi. Natijada bir tomondan xastaligi, ikkinchi tomondan mag'lubiyat alamidan Boyqaro hushidan ketib, vujudida ham hayot-mamot jangi kechadi. Oqibatda kutilmagan fojia yuz beradi. Dushman tobora saroyga yaqinlashayotganda amaldorlari sulton Boyqaroni chuqur uyquga ketganini bilmay o'ldiga chiqarib, jang arafasida buni dushmandan hamda o'z qo'shinidan yashirish maqsadida sulton Husaynni shoshilinch ravishda dafn etadilar. Bu kun 1506-yilning 4-may kuni bo'lib, aynan mana shu kun sulton Husayn Boyqaroning haqiqatdan eng qaro va fojiali kuni edi. Sababi Husayn Boyqaro o'lmagan edi. U tiriklayin ko'milgan. Boyqaro qabrini ochgan navkarlar hayratdan lol bo'lib qolishadi. Negaki ular Xuroson hukmdorini Hirotdagi o'zi qurdirgan madrasaga shohona dafn qilish uchun sulton vaqtincha ko'milgan qabrni ochishgandi. Ne ajabki, murdaning tirnoqlari sinib ketgan, kafan yarim yechilgan, hamma yoqda qon dog'lari qotib qolgandi. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, podshohni hushidan ketganda o'ldi deb o'ylab tiriklayin ko'mishgan. Keyin esa baxtiqaro Boyqaro hushiga kelib, o'zini dimiqqan lahatda kafanlangan holda ko'rgach, bor kuchi bilan qabrdan chiqishga intilgan. Biroq Xuroson hukmdori Temurizoda Husayn Boyqaroga qabrdan chiqish nasib etmagan. Mavzuni esa Hamidulla Abdullayevning Bir tomchi aql kitobidan olingan aynan shu mavzuga aloqador bo'lgan she'ri ila yakunlaymiz. Mangudir quyoshning chiqib botishi, nisbatan avlodlar umri bir lahza, umrdan har sahar tonglar otishi kimga baxt keltirar, kimlarga azab. Bilgin faqat shodlik istagan tuyg'u ko'pincha keltirar ortidan qayg'u. Ishonamizki, mavzuni sizda savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar hali